Kuzatuvchilar, mana bugun bir obyektimizga keldik. Bu yerda iltimos qilishdi, bizga sifatli yaxshi narsa qo'yib beringlar deb. Chunki undan oldingi qo'yib berishgan mahsulotlar juda sifatsiz bo'lgan. Biz ayrim insonlarning ishini yomonlashdan emas, mahsulotini yomonlashdan emas, просто aybini aytib beramiz. Misol uchun biz hayotdagi mayda-chuyda narsalarga ahamiyat berib, boshqalarni yomonlash maqsadi emas, biz ochiq, aniq va qo'pol qilingan xatolarni ko'rsatib beramiz. Mana birinchidan, bu mahsulotimizda juda profili juda yupqa. Ikkinchidan, qo'yib ketgan ustalarning juda katta xatosi bor bo'ladi. Bu xatolikda insonning hayotiga zarar yetgan, oyna sinib, mijoz oyoqlarini kesib ketgan. Xatolardan bittasi profil bir-biriga qotirilgan. Bu yerda esa hech narsa yo'q. Hech narsa ushlab turyapti. Eng katta xatolardan bittasi shu. Profil qotirilmagan. Shuncha maqtashgan. Burada katta xatolardan bittasi texnik xatolik ham deb bo'lmaydi buni. Qo'ygan ustalarni e'tiborsizligidan. Bu yerda profil qismiga qotiriladigan stopper bor, oynani ushlab turishi uchun. Bu stopper juda ham nozik qilib qo'yilgan. O'shani hisobiga oyna chiqib ketib qoladi. Mana ko'rishingiz mumkin.